Kayfiyati yo'q. Shunday o'zim. Men ham yangi qurayotgan uyimni planini chizdirishim kerak. Men planni chizib beraman oshna senga. Sen eplolmaysan buni. Men eng ustalariga chizdiraman. Mayli do'stim. Iloji bo'lsa $500 berib tura olmaysanmi? Yo'q do'stim, hozir yonimda pulim yo'q edi. Bir soatdan keyin telefonlashaylik. Mayli do'stim bo'lmasa men pul zarurli oshna, men istab topib olay. Gaplashamiz oshna. Senga pulni berib qo'yib, orqangdan o'zim yugurib yurishim kerakmi endi? Keling aka, nima xizmat? Bilaman uka, o'z ishingiz ustasiz. Yangi uyimni planini chizib bering. Bo'ldi, to'lovlarni qilib qo'yaman. Assalomu alaykum. Usta tuzimisiz? 6 sotikka tayyor planingiz bormidi? Ha, bor tayyor. Puli naqadi. Hozir tashab qo'yaman-da, hozir. Ana ustoz, $1000 xizmatingizga rozi bo'ling. Rahmat. Savoji salomat bo'ling. Yaxshimisan? Chizdirdim. Ali, Sen zo'rini tanlaysan do'stim.